Hurmatli talabalar va ularning rahbarlari, mana bugun 70 dan ortiq kompaniya ishtirok etmoqda. Bunlarning ichida xorijiy kompaniyalar ham bor. Fursatni boy bermaslik kerak. Transport vazirligi nomidan sizlarni mana shu bugungi oliy dargohimizga kelib, o'zlaringizni vatan ravnaqi uchun, respublikamiz rivojlanishi uchun qo'shayotgan hissalaringiz uchun katta minnatdorchilik bildiramiz. Ishga qabul qilish bo'yicha rejamiz 246 nafar demak xodimni vakansiyamiz mavjud. Barcha 4-kurs bitiruvchilarni yo'nalishlar, metropoliten yo'nalishlariga mos yo'nalishlarga demak taklif qilamiz. Hozirda birinchi bosqichda o'zida bizga 37 ta talabadan ma'lumotnoma kelib tushdi. Ularda qiziqish bildirdi. Ularning ma'lumotnomasini birinchi etap bo'yicha qabul qilib oldik. Endi ular ko'rib chiqiladi va albatta ular bilan bog'lanadi.